1949 yılı Xitay Komünist Partiyasi Xitay hakimiyet supsiga chiqib, yangi Jungoning qurilganligini e'lon qildi. Yaratquchining borligini inkor qildigan mal'un Xitay kommunistlari 1958 yildan 60 yilgacha hokimiyatini mustahkamlab, iqtisod to'plash uchun cho'ng sakrab ilgirlash nomi ostida bulantalang harakatini qanot yaydirdi. Kollektivlashtirish orqali boylarning mol-mulklarini musodir qilib, shu yerdagi emgak kuchi va ommaning qizg'inligidan foydalanib, sanoat va dehqonchilikda amaliyotga mos kelmaydigan shaklda qarg'ularcha qo'g'ilishga urindi. Aksicha bu harakat butkul yezigilik sistemasini vayron qildi. Uning nishoni qisqa vaqt ichida ishlab chiqarishda Rossiya, Angliya, Amerikadan ishib ketishdi. Oxirida 1958 yildan 62 yilgacha cho'ng ocharchilikni keltirib chiqardi. Turli mo'ljallarga qaraganda 55 million odam bu sababdan qazo qilgan. Kelgulik buning bilan tugmadi. Arqadilla 1966 yildan 1976 yilgacha davom qilgan 10 yillik hokimiyat ichida yuz bergan to'qinishlar ichida atalmış madaniyat inqilobi nomi ostida qirg'inchilik, bulantalang, xonavayron qilishni amalga oshirdi. Vatanimiz Sharq Turkistonda bo'lsa, ahvol texmi ig'ir bo'ldi. Atalmış xurofotlikqa qarshi turish bahonasida masjid, madrasalar, qadimiy yodgorliklar chiqib o'tildi. Chiqilmay qolganlari sho'shiq qo'tallarga aylantirildi. Diniy kitoblar va Qur'on Karim keng ko'lamda ko'ydirib o'tildi. Diniy o'lmalarimiz va ziyolilarimiz va imom xotiblarimiz o'ldirildi va yoki turmalarga tashlandi va izdiraksiz yo'qolib ketdi. Namoz o'qish cheklangan bo'lib, musulmonlar namozlarini tashlashga yoki maxfiy o'qishga majbur bo'ldi. Hijob va yog'liqlar cheklandi. Buning qarshi chiquvchilar o'ldirildi. Musulmonlar majburiy dinsizlashtirildi. Hamma odam faqat qo'saq g'imida qoldi. Bularni anglayotgan vaqtingizda Sharq Turkistonning bugungi ahvoli ko'z oldingizga kelyapti. Bu dal buningdan 50-60 yil burungi bugungi qismatimiz edi. Lekin biz bularni oldi-burun unutib, xuddi minbar kecha hikoyalardek cho'nglarimizdan ba'zi cho'ngqizon tamoqining hikoyalarini anglab qo'yish bilan cheklanib qoldik. Qo'rsqimizni to'yib kiyimimizning butun bo'lganiga masxush bo'ldik. Aslida insoniyatning baxt saodat uchun chiqilgan yaxshi ummat edik. Bugun biz bu xayrlikni o'zimizda topolmay qoldik. Dushmanimizni tonimadik. Shundoq unutdik. Asliyanmas bo'lib qoldik. Islom achayli deb mal'unlar qarshisiga atsalgan dadilar izini. Amin deb ko'zlaridagi yoshlarni surtib turib, o'g'lim, bergan sutimga roziman. Arqin qaytmag'in degan onalar simosini unutdik. Unutqanlarimiz bularlar emas. Balki yaratgan zotning yo'l yo'riq ko'rsatmalarini unutdik. Bugun bu unutilish bizlarni butkul dunyodan unutiltiryapti va ularga bizni ko'rsatmayapti. Sadoq tutgan qo'llarga tuttar almashdi. Aya pardasi romanlar jaholiyat libosiga aylandi. Aslimizni unutdik. Yovlarga qo'l, o'zgilarga go'l bo'ldik. Uyg'oq kishilarning qimmatini bilmadik va ularni yordamsiz tashidik. Ming afsuski, yine ham uyquda masxush yurmoqdamiz. Qimmat qarash buzilib, ornumuz izzat tushansi xunuklaşganda mustamchilikka uchrash har bir davrda o'z ifodasini topdi. Hala bugun xalqimiz ochlikdan o'ldirilmoqda. Butun bir millat tutqun qilinib, qulluq zanjiriga mahkum bo'lmoqda. Bugun masala zulmni boshqalarga anglatish emas, o'zimizga anglatish bo'lib qolmoqda. O'zaro qo'l tutishib, to'g'ri program ostida yelkidosh bo'lib mangdigan bo'lsak, cho'qim nusratga erishadiganligimizga ishonch bog'lashda bo'lmoqda. Bu qitim uzun mazgil uyqu do'rsida uxlagan xalq mustamchilarning razil niyatini rasman tonidi. Afsus, uyg'oq kishilarning so'zlari yillardan keyin tushunildi. Bugünkü dünya siyasetini düşünüş gerek. Bugünkü dünya siyasetinden faydalanış gerek. Bütün dünya tinç yolla meselelerini hal kılış git barıdı. Biz tinç yolla hal kılışımız gerek. Mana bugünkü günde eğer gep bilen hal kıldığın bolsa, İslam dünyasındaki Müslüman ellerinin üstüge zulüm elip kelatkan kafirler tinç yoldan hal kılmay, üzünün hata ettiğisine kurallık alet hal kılıvadır. Bu hemimiz gayan. Bu hakikat. Şunun için biz dünya Müslümanları, cümleten Türkistan Müslümanları, biz yüzümüzün mukaddes dinimiz ne, iffet numusumuz ne, baylıkımız ne, yurtumuz ne, evlatlarımız ne, hoğdaş, hemmenasını eslik keltiriş için biz çokum Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem köksetken hadisine uygun asasen cihat yolunu tanışımız gerek, kurban verişimiz gerek. 2 milyon adamla ölüp yetişi hiç yapamaz. Şehit olsa, kıyamet günü ise Allah'tan ecir alır. Bunun içindeki en mühim şehitke verildiğin fazilet, yüzden uruk tıkkanlardan devzakı hüküm kılınan 70 adamını tutkuzup çıkışka Allah şefaat kılış hukukunu verir. Şehit ulaşsızma insanlar ülep gitidi, ülavıtıdı. Yaş ösmürlerimiz, buaklarımız ülavıtıdı. Turmunadı dostlarımız ülavıtıdı.
haq so'xti qilinib o'layotdi yoki iqtisodiy jihatda zarba berilib o'layotdi baribir o'ladi inson. Tinch ko'pisidan usul yetibmi baribir o'ladi inson. Lekin biz qurolliq holatda tajovuzchilarga qarshi, kofirlarga qarshi, yurtlarimizni besib olgan tajovuzchi, yovuzlarga qarshi qurolliq harakat qilib, ayollarimizning, go'zal, chiroyli ayollarimizning qo'saqlaridan kelgusi istiqbolimiz bo'lgan farzandlarimizni ilib tashlagan tajovuzchilarga qarshi jihad qilib, ularning birini bo'lsa o'ldirib, hayotimizdan arilsak, bu biz uchun shahodat, bu biz uchun shahidlik. Mana bu payg'ambar sollallohu alayhi vasallam arzu qilgan yo'l. Diniy o'quvchilar bizning majburiyatimiz intayin og'ir. Diniy olimlar, ustozlar bizning majburiyatimiz intayin og'ir. Tijoratchilar, her soha qatlamdagilar, moddiy jihatdan yordam qiladiganlar moddiy jihatdan, ma'naviy jihatdan yordam qiluvchilar ma'naviy jihatdan, o'zining hayotini qurbon qilib, kofirlarga qarshi jihad qilish imkoniyatiga ega bo'luvchilar o'zining hayotini qurbon qilish orqali tamom kuchni birlashtirib, biz kofirlarga qarshi jihad qilishimiz kerak. Biz qancha muddat tayyorlik qilaylik, qancha muddat tayyorlik qilmaylik, biz baribir kofirlardan moddiy jihatda ustun tayyorlik qilish holatini qo'lga keltirmaymiz. Shuning uchun biz qo'limizdagi bor imkoniyatdan foydalanib, qo'limizdagi bor moddiy kuchdan foydalanib, biz cho'qim Alloh oldidagi bir kishilik majburiyatimizni ado qilishimiz kerak. Mayli buning natijasi bizning hayotimizda chiqsin, mayli buning natijasi bundan keyingi farzandlarimizning davrida chiqsin, bu bizga baribir o'xshash. Lekin biz payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning bir odam jihadga qatnashmasa yoki jihad qilishni o'ylamasa, u odam shunda holatda o'lsa, munofiqlikdan bir shaqning ustida o'lgan bo'ladi degan so'ziga adosan biz tamom kuchimizni birlashtirishimiz kerak. Qalam bilan xizmat qiluvchilar qalam bilan qarshi turish kerak.